ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكى خىتاينىڭ ئۇيغۇر ۋە تىبەت سىياسىتىنى تەنقىد قىلغان ئەنەس كانتەرنى قوللىدى. ئامېرىكا دۆلەتلىك باsketbol بىرلەشمىسى-NBA توپ o'ynaydigan تۈرك چولپىنى ئەنەس كانتەر 22 oktyabr Twitter'da so'z qilib, Xitoyni Uyg'ur lager tutqunlarini bo'shatishga, Uyg'urlarga erkinlik berishga chaqirgan. ئەنەس كانتەر buning sal oldida Tibetlarga erkinlik talab qilganligi sababli uning komandasi Boston Celtics Xitay və Rusiya dېڭىز ئارمىيىسى 10 ayının 17 kunidan 23 kunigacha تۇنجى قېتىم غەربىي تىنچ okeanda بىرلەشمە چارلاش ئېلىپ باردى. ئىگىلىنىشىچە، ئىككى دۆلەت دېڭىز ئارمىيىسىدىن جەمئىي 10 paraxod və 6 تىك uçar چارلاشقا قاتناشقان. چارلاشنىڭ ئىككى دۆلەت ئارمىيىسى o'rtasidagi doimliq faoliyat ekanligi, hech qandaq uchinchi tarafning nishon qilinmaganligi bildirildi. Shimoliy Koreya Amerika hukumatining Tayvanni parvosiz qo'llashining o'z navbatida bu rayondagi harbiy jiddiylikni kuchaytirayotganligini o'tirib qo'ydi. Shimoliy Koreya muavin tashqi ishlar ministri Pak Myung-ho bayonotida Amerikaning Tayvan bo'g'izida urush paraxoti avatganligi, Tayvanni qurol sistemasi bilan ta'minlaganligi va harbiy mashq bilan ta'minlaganligini tanqid qildi. Afg'onistonning sharqida Nangarxar o'lkasida Talibanning mashinasi bomba va qurolli hujumga uchirdi. Hujumda Talibanning 2 a'zosini o'z ichiga olgan 3 kishi qazo qildi. Hozirgacha hech kim bu hujumning javobgarligini ustiga olmadi. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Turkiya va Rossiyadan qurolli uchquchisiz aeroplan setib olganligini e'lon qildi va biz boshqalar bilan urush qilish uchun uchquchisiz aeroplan setib olmaymiz. Dövlətning bexatarligiga kapolatlik qilish uchun uchquchisiz aeroplan setib olamiz dedi. Bu yilning beshida prezidentlik vazifasini ustiga olgan Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov poytaxt Bishkekda o'tkazilgan tunji qitimliq yillik axborot e'lon qilish yig'inida navbatdagi masalalar haqida to'xtaldi. Dunyodagi eng chong neft eksport qiladigan davlat bo'lgan Saudiya Arabiston 2060-yilgacha karbon oksid qo'yib berishni butunlay oxirlashtiradiganligini bildirdi. Saudiya Arabistonning valiahdi shahzoda Muhammad bin Salman shanba kuni Riyodda davlatining 2060-yilgacha karbon oksid qo'yib berish miqdorini nolga tushiradiganligini e'lon qildi. Germaniyaning Shimoliy Reyn-Vestfaliya shtatining Rimshit shahrida Diyonat ishlari Turk islom birlashmasi tarafidan selingan markaziy masjid ibodatga ochib etildi. Germaniya Rimshit shahridagi markaziy masjidning qurilishi 2014-yili 2-oyda boshlangan bo'lib, masjidda 500 odam birla vaqtda ibodat qila oladi. Bir munorliq bu masjidning yana mashina to'xtatish maydoni, zamonaviy darsxona va yig'in zali bor.